Va nihoyat mashanik qiz haqidagi videoni 3-qismi, birinchi va ikkinchi qismlari profilda joylangan. Cho'zilib ketayotgani o'zimga ham yoqmayapti. Xullas, u qiz meni bloklab qo'yganlaridan keyin boshqa akkauntdan podpiskasidagi qizlarga yozib chiqishni boshladim. Va birinchi yozgan qiz menga резкий ответ yozdi. U qiz o'sha mashanik qizni uncha yaqin bo'lmagan dugonasi ekan. Dugonasidan o'sha qiz tezroq menga bog'lanishini yetkazib qo'yishlarini iltimos qildim. Bo'lmasa ustilaridan yozib berishimni aytdim. O'sha mashanik qiz men bilmayman, bilganini qilsin. Ulitkalarni qo'limga olmaganman. Pochtadan qaytib ketadi o'ziga deb aytibdilar. Shunaqa jahlim chiqib ketdi. Qanaqasiga u qiz buni o'yladi ekan. Men ularga kiyim emas, krem emas, xullas nimadir narsa jo'natganim yo'q. Jonli ulitkani jo'natdim. Pochtalar meni qo'limga qaytib kelgunicha bir hafta o'tadi. Bu bir haftada u ulitkalar ochlikdan o'lib bo'lishadi-ku deb rosa asabiylashdim. Keyin birinchi bo'lib Surxondaryo Angorda turadigan odamlarni qidirib 5-6 tasiga yozdim. Oxiri bitta kosmetolog qiz atvet yozdilar. U opaga hamma vaziyatni tushuntirdim va oxirida olishga rozi bo'ldilar. Agar jonsiz nimadir narsa bo'lganda yo'q derdim. Faqat shu ulitka jonli bo'lgani uchun va o'lib qolishi mumkin bo'lgani uchun rozi bo'lolman dedilar. Bu payt mendan baxtliroq inson topilmadi. Va mashanik qiz ustidan yozib nima qilaman? O'zi rozi bo'lib pasportini rasmini tashlab bergan-ku, reels qo'yib yuboraman, hamma ko'rsin qanaqa qiz ekanini dedim. Nima deb o'ylaysizlar, qilgan ishim to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Agar sizlarga u qiz menga tashlagan go'zallari qiziq bo'lsa, storieslarimga qo'yaman. Menga farqi yo'q, men oldindan ham to'liq qilaverardim. Chunki biz Surxondaryoning bunaqa qishloq joyda yashaymizda, o'shaning sababiga bizga bunaqa nima deydi, kartaga pul tashlashga shaharga chiqib kelish kerak. O'zimda karta yo'q. O'shanga men tushuntirardimki, menga BTS imodan chiqarib yuborishardi. Borib, o'sha yerda o'shani o'ziga to'lovni qilardim. Chunki har doim shunaqa bo'lganman-da, chunki men shaharga chiqishim uchun 1,5 soatlik yo'l bizaga. Tembolli hozir to'lov qila olmayman ham. Agar menga ham chiqazib yuborsangiz, xohlasangiz imodan, xohlasangiz BTSdan borib birdan shaharga olib to'lov qo'yardim. BTSdan to'lab yuboraman deyman. Ular ham boshida yo'q bunaqa deyishgan keyin 1-2 marta chiqazib yuborib, pulini berganimdan keyin ishonib menga har doim chiqazib beradi. Shular menga. Bilmadim, endi o'shanga hozir mana ulitkalarni ko'rib, yuzimda ozroq muammolarim bor edi. O'shanga zakaz qilaman deb aytgandim. Lekin hozir meni vaziyatim shaharga chiqmayman. Chunki shaharga 1,5 soatlik yo'lda, u yo'l kirasi ham o'zi 30 ming, 20 mingga olib boradi. Bizda zarur ishimiz bo'lsa, chiqamiz. O'zi bilasiz, Surxondaryoni, qishloq joy. Bizda do'konlarda faqat oziq-ovqat, naqa panet, u bu narsa yo'q. Telefonimizga ham даже pul tashlashga ham ilojimiz bo'lmaydi. O'zim hozir Wi-Fi dan kirib o'tiribman. Ha, qumidan 2 kilo anaqa qiling, chiqazib yuboring. Keyin kalsiysidan ham o'sha 1 oy 2 oyga yetadigan qilib anaqa qilib yuboring. Keyin yana sizdan zakaz qilaman-da, kalsiysi tugasa. Qumini ham sizdan zakaz qilsam bo'ladimi keyin? Qarang, asl ism ham Muslima, lekin hamma meni Munisa deb chaqirishlarni qisqartirib, Munisaga o'rganib qo'yganman. Unda shunaqa qarang, Surxondaryo viloyati Angor, keyin 15 ta o'sha ulitka, keyin 2 gram kalsiy, bitta tof. Menda hech nima o'xshamayapti. Coca-Cola kompaniyasi birinchi yili atiga 25 dona butilka sotgan, ammo hozirgi kunda kompaniya 75 milliard dollarga baholanmoqda. Men juda charchadim. Mike Tyson maqsadiga yetish uchun tonggi soat 4 da uyg'onar edi va hozir u boksning yaqqol legendasiga aylangan. Lekin menda umuman pul yo'q. Jeff Bezos Amazon kompaniyasining asoschisi cho'ntagida atiga 7 dollar bilan birinchi ofisini ochgan. Hozirda uning kompaniyasi 300 milliard dollarga baholanadi. Nimadir boshlash uchun endi juda kech. Ray Kroc o'zining 17 yoshida qog'oz stakanchiklar sotar edi. 52 yoshga kelib McDonald's kompaniyasiga asos solgan. Bu videoni kimga jo'natishni siz yaxshi bilasiz. Bugun sizlarga ulitka hobbim qanaqa boshlanganini aytib bermoqchiman. Hammasi karantin paytida uyda zerikib o'tirganimdan boshlandi. O'sha paytda oyimdan ulitka olib berishlarini so'raganman. Va nihoyat Toshkent viloyatining chekka joyidan topib kelishgan. Avvaliga juda qiziqib boqardim, lekin hali kichkina bo'lganim uchun mas'uliyatsizlik haftasiga 2 marta ovqat berardim xolos. Shunaqa bo'lsa ham ulitkalarim to'g'ri yashab berishgan. Keyin ulitkalarimni xolamni qizlariga berib yuborganman. Lekin afsuski 1 oyga bormasdan ulitkalarimni ham, tuxumlarini ham asrab qolisha olmagan. Shu bilan ulitkalarni boqishni vaqtinchalik to'xtatganman. 2024 yil oktyabr oyida o'qishlarim ko'payib ketdi. Stressga tushib qolgan paytimda yana ulitkalar sotib oldim. 180 ming so'mga 18,5 sm ulitkalarni olib keldim. Har kun kechqurun ularga qarash, suvda yoki ramashkada cho'miltirish meni tinchlantirardi. May oyida ulitkalarim ko'payib, 1000 tadan ko'proq tuxum qo'ydi. Yarmini ochtirdim, yarmini esa tajriba uchun ishlatdim. Shu jarayonda tuxumlarni qanaqa qilib to'g'ri ochtirishni o'rgandim. Agar sizga ham ulitkani tuxumni qanaqa qilib to'g'ri ochtirish qo'llanmasi kerak bo'lsa, direktdan yozishingiz mumkin. Iyul oyidan boshlab ulitkalarni sotuvga chiqardim. Shundan keyin mana ulitka hobbim biznesimga aylanib qoldi. Agar sizga bu biznesni qancha pul bilan boshlash mumkinligida yoki bo'lmasam o'zim qancha pul bilan boshlaganim qiziq bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu video eng oxirgisi bo'ladi. Shu bilan boshqa umuman bu mavzuga qaytmayman. Iltimos oxirigacha ko'ring. Xullas oxirgi reelslardagi juda ham ko'p negativ reelsni chiqarishimga sabab bo'ldi. Ko'pchilik kommentariyada bu video prosmotr uchun, aktiv uchun qo'yilgan deb yozishibdi. Agar o'sha video yolg'on bo'lib, prosmotr uchun qilganimda, o'sha qiz qaysi viloyatdan ekanini aytmagan bo'lardim. O'sha reelsni chiqarishimdan asosiy maqsadim videoni yaqinlari, tanishlari, uydagilari ham ko'rishni xohladim va Atila viloyati va tumani haqida gapirdim. Keyingi qismi chiqishi uchun like bosinglar deganim sababi, like qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p odam ko'radi va undan tashqari keyingi qismini montaj qilishimga ham
vaqt kerak edi. Bo'lmasam direkt portlab ketardi. Endi aniq faktlar va isbotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi katta fakt, u qiz mendan tashqari juda ham ko'p magazinlarni aldagan ekan. Masalan, hamma tanigan o'sha Tiller linza. Ularga zararlanmas qanaqadir PR qilish. Siz ham aktivlari juda ham zo'r. Aslida bu qiz mashinasi, mana shu restoranga qo'yganman, shu 200 ming so'm qolib ketdi. Ikkita nabor olganman, 100 ming aksiyamda. Olganda Surxondaryo, Sirdaryo, Angor tumaniga uzun nomerga chiqazib berganman. Aytganmanki, shaharga borgandan keyin klip rasman roziman deganman. Shu to'yim bor deb ketganda juda ham zararli 5 kun yalingan. Keyin bo'pti deb chiqazib olganman. Shu bilan yo'q bo'lib ketgan. Bloklab olgan meni, bloklab. Eshitib turganinglarda shunaqa gaplar. Men pochta kodini aytmaganim uchun ulitkalardan alomatlar. Keyingisi u qizga juda ham ko'p meni videomni ko'rganlar yozishgan va 90% ni bloklab tashlagan. Faqat bitta bolaga atvet yozibdilar. Uni menga video zapis qilib tashlab berdilar. O, menga qara, o'ylab gapir, tushundingmi? Unda angordanman. Tushundingmi, nima qila olasan? Qo'lingdan nima keladi? Ayt menga. Xohlasang ko'rishib olamiz. Menga farqi yo'q. Qara, u narsa keldi, to'g'ri keldi, men olmoqchi edim. Nima uchun menda vaziyat bo'lmay qoldi. O'shandan keyin olmadim. Qara, menga qara. Bitta men emasman kunda insonlar angorda obro'sini to'kyapsan, pulda, sudda. Qo'y, unaqa gaplaringni vobshe yig'ishtir. Qara, men olardim bu narsani. Men olmasdim emas, ayam baqirdi. Prosta men ayamdan so'ramasdan zakaz qilib qo'ygan ekanman. Ayam baqirdi menga. Meni qizni o'ziga tushuntirib yozdim. Tushunmagan bo'lsa menda emas ayam. Bir kiyintelib beraman dedim. Men aytdim u qizga, "Xo'p, olaman, ber, keyin tashlab beraman" dedim. Yo'q, unaqa o'zi majbur qildi. Agar shu ulitkasiga ichi salgina achiganda u qizda, salgina achiganda menga shuni SMS-da berardi-da, shu ulitkam o'lib qolmasligi uchun ham berardi. Yo'q. Nima uchun bermadi? Senlar odamlarga achininglar, hayvonga achinmasdan oddiy bir mavjudotga odamlar o'lib ketyapti. Menga u qiz aytdi, o'ligi qaytsin deb aytdi. Agar yo'q, o'ligi qaytmasin, ovoling, keyin tashlab berasiz menga deganda men borib ovolardim. Men aytdim u qizga, ovolaman, berasizmi, mayli, unaqa dedim. Yo'q, o'ligi qaytsin dedi. Demak, u qiz o'ziga sotib oldi. Tushundingmi? Sen aralashma, sur berding, короче. Eshitganinglarda men haqimda qancha nimalar gapirib tashlamagan. Men bu Instagramni ochganimga 2,5 oy bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri kuzatadiganlar yoki shunchaki men bilan ulitkalar haqida gaplashib ko'rganlar yaxshi biladi. Kimdir ulitkam toshidan chiqmayapti deb aytishsa, maslahatimni beraman. Shunda ham o'xshamasa, menga jo'natib oling, dastavkani o'zim to'layman, o'ziga keltirib, yana sizga qaytarib yuboraman deb aytaman. Endi eng oxirgisi, u qiz o'zi meni cho'ringdan chiqarib yozdi. Maqsadimga erishganimdan xursand bo'ldim. U qiz oilasi ko'rib turib, menga adolsheniya qilib yozdilar. Tashlang video izladim. Men bitta shart evaziga rozi bo'ldim. Qaysi magazinni aldab nima olgan bo'lsangiz, hammaligini tashlab berasiz, keyin olib tashlayman dedim. U qiz rozi bo'lmadilar. Endi bilmadim, shunda ham men aldavommanmi? Umuman olganda aldavosiz, o'zingiz prosmotr uchun qilgansiz, balobattar deyotganlar. Sizlarda nimadir dalil isbot bormi aldayotganimga? Bu yerda asabi bo'zgan kommentariyalarning top 5 taligi. Bu yerda esa meni eng hayron qoldirgan kommentariya. Esingizda bo'lsa, bundan 2,5 hafta oldin ulitkalarim uchun 5 litrli baklash ulitkalarimdan qolgan kokosli tortga barga ekib ko'rdim. Albatta, birinchi marta bo'lgani uchun ko'p xatoliklar bilan ekdim. Masalan, baklashkaning tagini teshish esimdan chiqqandi. Yoki bo'lmasam urug'larni juda ham ko'p sepgandim. Ko'pchilikning maslahatiga ko'ra, baribir tagini kech bo'lsa ham teshib qo'ydim. Turganinglarda 2,5 haftada xuddi shunaqa bo'lib o'sishdi. Har kuni bir marta yarim litr suv quyishdan boshqa hech narsa qilmadim. Ulitkalarim va konteynerlarim ko'p bo'lgani uchun kokosli tortdan bir haftada 5-6 kilogramm tashlab yuborishimga to'g'ri kelardi. Endi salat bargini ekishni o'rganib olganim uchun to'rflarni tashlab hammasiga salat barga ekib qo'ymoqchiman. Birinchidan, shuncha to'rflarim shunchaki uvol ketmaydi. Ikkinchidan, ulitkalarimga tekin salat barga bo'ladi. Faqat bir ikkita muammo bor. Hozir kuz kelgani hisobiga sovuq kunlar boshlanyapti. Shuning uchun bularni qanaqa qilib o'stirishni o'ylayapman. Albatta, uy ichida o'stira olmayman. Sababi o'z uyimdagilar ulitkalarga zo'rg'a chidashmoqda. Agar salat bargini ham uyga joylashtiradigan bo'lsam, katta ehtimol bilan meni uydan haydab yuborishadi. Hozircha hamma salat barglarim balkonda turibdi. Sovuqroq kunlarda ham balkonda saqlashning ilojisi bormi yoki sovuq kunlar boshlanishidan oldin yarimchala o'sgan salat barglarimni ulitkalarimga berib yuboraymi? Oldinlari ko'p ulitkachilar ulitkalarning tuxumini ochtirishni o'rgatishni xohlamasdan ignor qilishardi. Hozir zo'r yo'lga o'tishibdi. O'rgatishyapti, faqat umuman xato yo'l bilan. Aynan ular o'rgatgan yo'l bilan tuxumlaringlarni ochtirmoqchi bo'lsanglar, 100% garantiya beraman. Hech qachon tuxuminglar ochib chiqmaydi. Aynan shunaqa ulitkachi ustidan menga 2 marta shalba tushdi. Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Ulitka olgandim bir qizdan, tuxumni ochirish yo'lini rasman o'rgatib oling dedim. Yoqtirmadi. Keyin qayta yozsam, javob ham yozmadilar-da. Xullas ochirmoqchi bo'lganimda umuman xohlamadilar, rahmat kattakon. Xullas shunaqa gaplar. Men bugun sizlarga ulitkalarning tuxumini qanaqa qilib to'g'ri ochirishi kerakligini o'rgataman. Bizga aynan shunaqa qattiq idish kerak bo'ladi. Tagiga spray idishda suv sepib olamiz. 2-3 sm qalinlikda to'r solamiz, faqat preslamasdan. Undan keyin yana suv sepib, tuxumlarni yarmini joylashtiramiz. Ustidan biroz suv sepib, yana to'r solamiz, yana suv sepamiz, yana qolgan
tuxumlarini joylashtiramiz. Ustidan to'r solib, suv sepib qo'yamiz va har kuni 2 marta suv sepib turishimiz kerak. Agar ketma-ketlikda adashib ketgan bo'lsangiz, tayyor o'zim yaratgan rasm bor. Rasmda ancha tushunarli. Faqat bitta narsa, bu usul bilan ko'p obunachilarim tuxumlarini ochtirganmiz. Deyarli 50% ulitkalarni birinchi tuxumlari ochib chiqishi juda qiyin bo'ladi yoki ochib chiqmaydi, lekin ikkinchi tuxumlarini 95% ochib chiqadi. Faqat bitta iltimos, aynan qaysi ulitkachi ekanligini so'rab o'tirmanglar. Baf etamayman. Rahmat, men tushunganingiz uchun. Bir xil ana shu vaqtda uyatka o'shandan so'rasam va baqib tashuvdilar-da. Ayyo, bunga chatg'im bu boshqa mavzu. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bu haqida ham reels chiqaramiz. Urug' ekishga ekdim. Endi shuncha zelinni kim yeydi? Mayli, chiqolursinchi, bir gap bo'lar deb video ko'rib ketayotganimda ulitkalar videosini ko'rib, bundan boqmasam bo'lmaydi deb katta kichkinasidan qilib zakaz qildim. Avvaldan kuzatadigan obunachilarim biladi. Har xil sohada eksperiment qilishni yaxshi ko'raman. Bu ulitkalarimni kecha-kechqurun oldim. Uyda bularga mos konteyner bo'lmagani uchun bugun chiqib konteyner olib keldim. Vaqtinchalik idishidan bo'shatib, cho'miltirib, yangi idishiga ko'chirib qo'ydim. O'zi bu ulitkani nima keragi bor deb so'raydigan bo'lsangiz, ba'zi bir sabablarga ko'ra kollagen icha Shu uchun yuzimga ulitka terapiya qilmoqchiman. Bir oy avval PP boshlab 10 kiloga ozgan edim. Bugundan yana davom ettiryapman. Yeyotgan salatlarimga doim ko'kat qo'shishga harakat qilaman, lekin magazindan olgan ko'katim xolodilnigimda uzoq turib bermaydi. O'zi anchadan beri ekaman deb yurgan edim. Har xil ko'katlar, salat bargi, o'sma qilib shu katta tuvagimga ekib oldim. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz yoki yuzingiz, sochingizga tabiiy hid qilmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'lib qo'ying. Qilayotgan eksperimentlarim sizga foydali va qiziqarli bo'lishi mumkin. Bu mashanik qiz haqidagi videoning ikkinchi qismi. Birinchi qismini profilga kirib ko'rishingiz mumkin. U qizni pasportini postga qo'yamayman, lekin storieslarga qo'yishim mumkin. Xullas shunaqa qilib, "Xo'p, mayli, ishondim, faqat bitta shart bilan chiqarib beraman. Pochtaga siz nomeringiz emas, o'zimkini yozaman. Yetib borishi bilan sizga aytaman, shaharga chiqib to'lov qilasiz, keyin pochta kodini sizga tashlab beraman. Keyin pochtadan bemalol olsangiz bo'ladi" dedim. "Xo'p, mayli" deb rozi bo'ldilar. Shundan keyin 15 ta 2 santimetrli ulitka va 1 kilogramm to'r chiqarib berdim. Va buni hammasi 139 ming so'm bo'ldi. Shunaqa qilib ertasi kuni ertalab yozdilar. "Keldim opa" deb, "Yo'lda ekan, hali obedlarga borib qoladi" dedim. Pochtalar yetib borishi bilan ularga yozdim. "Yo'lga chiqavering, to'lov qilib telefon qilib yuborsangiz, kodini aytib yuboraman" dedim. Shu bilan oradan yarim soat o'tgan, Mavlona nomerlariga telefon qildim, o'chiq berdi. Instagramga kirib, Instagramdan telefon qilgandim, o'chirib qo'yib, "Men yo'ldaman" deb yozib yubordilar. "Mayli, yetib borishingiz bilan aytib yuborarsiz" dedim. O'sha payt qanaqadir shubha paydo bo'ldi. Podpiskasidagi hamma qizlarni skrinshot qilib chiqdim. Yarim soat o'tgandan keyin Instagramga kirsam, u qiz meni blok qildi. Davomini keyingi reelslarda aytib beraman.